Assalomu alaykum vatandoshlar. Rossiyadan O'zbekistonga hamda O'zbekistondan Rossiyaga. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent, Vladimir, Toshkent, Kazan, Toshkent boshqa yo'nalishlarimiz ham bor. Aziz vatandoshlar, Rossiyadan O'zbekistonga kelmoqchi bo'lsanglar, O'zbekistondan Rossiyaga ketmoqchi bo'lsanglar, ekranda nomerlarni yozib qo'yganmiz. Mana akalarimiz biletlarni olib, mana Pamesdan bilet orqali qonuniy avtovokzaldamiz aka. Avtovokzalda mana xodimlarning orqasidan chiqyapsiz. Ishonchlimikan? Ishonchli. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman men. Yurtdoshimizga rahmat aytib qo'yasizmi aka? Rahmat Shunday sizga. qo'yib, og'irliklarni yengil qilib, arzon narxlarda asli. Haqiqatan ham to'g'ri. Bemalol aziz vatandoshlar, mana hamma Pamesdan bilet orqali ketmoqda. Aziz vatandoshlar, Shoshli ekan. Tavsiya Rahmat sizlarga qilasizmi? sog' salomat tavsiya qilamiz ularga. Sog' salomat bo'lasizlar. xudo xolasa, yaxshi yetib olinglar. Aziz vatandoshlar, ekranda nomerlarga qaytarib o'taman. +7 966 270 55 55 raqamlarimiz. O'zbekiston raqamlarimiz bo'lsa, 93 kodi bilan 258 80 80 raqamlarimizga aloqaga chiqaverasiz. WhatsApp, Telegramlarimiz ishlayapti. Aziz vatandoshlar, pasportlarni tashlab, joylarda onlayn tarzda bron qilsanglar ham bo'ladi. Ketadigan kunlaringizni yozib qo'yasiz, soatingizni yozib qo'yasiz, bo'ldi. Kelib, ovora bo'lib, kelib ketmaysiz, taksiga yo'l kirib ketmaysiz. Podmoskvada yuradiganlar, uzoqroqda yuradiganlar bemalol WhatsApp orqali, Telegram orqali band qilsa bo'ladi. Sog' bo'linglar azizlar, salomat bo'linglar.